Barchaga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugungi darsimizda aynan qarzga kirib qolishingizga sabab bo'ladigan top 5 ta xato haqida gaplashamiz. Keling, darsni boshlashdan oldin o'zim haqimda qisqaroq tanishtirib o'taman. Ismim Hayyom Abdurahimov, 5 yillik tajribaga ega pul psixologiyasi, munosabatlar va samatsenka bo'yicha mutaxassis psixologman. Shu vaqtgacha 15 mingdan ortiq insonlarga qarzdan chiqishiga, pullari barakali bo'lishiga, oilasiga xotirjamlik kirishiga, turmush o'rtog'i bilan munosabatini yaxshilashga va farzandini yaxshi tarbiya berishiga o'z hissamni qo'shib kelganman. Bugun sizlarga qarzga kirib qolishingizga sabab bo'ladigan top 5 ta xato haqida men sizga tushuntirib beraman. Tayyor bo'lsangiz, ekranni oldiga yaqinroq keling. Faqat darsni boshlashimizdan oldin men sizga bitta narsani tushuntirib beray. Ko'pchilik insonlar aynan darsni ko'rganda shunchaki ha to'g'ri aytayapti, ha to'g'ri bo'lyapti, ha yaxshi, ha zo'r deydi, lekin amalda bajarmaydi. Do'stlar, qaranglar. Agar amalda bajarmasangiz, siz bu darslikni ko'rganingiz umuman foyda bermaydi. Ya'ni bugun voy zo'r bo'lyapti, zo'r tushuntirdingiz, to'ppa-to'g'ri, hammasi yaxshi, hammasi haqiqat deysiz, lekin amalda yana mana shu xatolaringizni takrorlayversangiz, mana bu o'rgangan narsalaringizni qilmasangiz, umuman rezultat bermaydi. Shuning uchun iltimos qilaman, nimanidir o'rgandingizmi, birdaniga bajarishga tushing. Daftaringizni oling, insightlaringizni yozing, tushunchalaringizni yozing va mana shu xatolaringizni qaytib umuman qilmaslikka harakat qiling. Xo'p, tayyor bo'lsangiz, demak biz boshladik. Qarzga kirib qolishingizga sabab bo'ladigan top xatolarning eng birinchisi bu boshqalarga nimanidir ko'rsatib qo'yish. Ya'ni bu qanaqa? Misol uchun siz $20,000 pulingiz bor, $20,000 pulingiz bor. O'sha $20,000 ga qanaqadir uy olmoqchisiz. Kichkinaroq bo'lsa ham uy olmoqchisiz yoki bo'lmasam $30,000 pulingiz bor. Uy olmoqchisiz, lekin boshqalarga nimanidir ko'rsatib qo'yish uchun siz $40,000 uyni sotib olasiz. Ya'ni $20,000 berasiz, qolganini kredit qilasiz. Endi men misol keltiryapman. Va boshqalarga nimanidir ko'rsatib qo'yishingiz uchun odamlar nima deydi, mana shu uyni ham olibdimi deb o'ylaysizda, shunaqa deb o'ylaysizda, siz qarzga o'sha uyni sotib olasiz. Yoki bo'lmasam biz o'zbekmiz-ku, to'g'rimi? Ko'pchiligimiz to'y qilamiz. Va aynan o'sha to'y uchun odamlarga nimanidir ko'rsatib qo'yishingiz uchun siz to'yni kattaroq qilasiz. Ya'ni o'zingiz o'lchamingizdan kattaroq narsani kiyishga harakat qilasiz. Misol uchun to'yga deylik 6,000 pulingiz bormi, 7,000 pulingiz bormi? Siz odamlarga ko'rsatib qo'yish uchun, ya'ni odamlarga nimanidir isbotlashingiz uchun siz qarz olib, kredit olib bo'lsa ham to'yingizni katta qilasiz. Odamlar nima deydi deb to'yingizni bir zo'r qilasiz, borib bankdan kredit olasiz, odamlardan kredit olasiz. Vaholanki o'sha to'y tugaydi. Va to'y tugagandan keyin qarzlar hayotingizga sekinlik bilan kirib kelaveradi. Uyqungizda hech nimangizda halovat bo'lmaydi. Ishonavering. Ya'ni o'sha odamlarga nimanidir ko'rsatib qo'yapsiz-ku, to'yingiz tugadi, To'y tugagandan keyin odamlar sizni bir hafta gapiradi. Va men bu to'yni zo'r qiluvdi, yaxshi narsalar qo'yuvdi, yoki zo'r qo'shiqchi olib keldi, yoki zo'r bir artist olib keldi deb uzoq bir hafta gapiradi. Maksimum borsa 1 oy, 2 oy gapirishi mumkin. Vaholanki esidan chiqib ketadi sizni qilgan to'yingiz. Lekin sizda nima qoladi? Mana bu yelkangizda qarz qoladi. O'shaning uchun boshqalarga nimanidir ko'rsatib qo'yish uchun hech qachon qarz olmang. Ya'ni boshqalar uchun emas, aynan o'zingiz uchun yashang. Boshqalarga nimanidir isbotlashingiz shart emas. Keyingi xatoyimiz bu o'z orzularining quliga aylanib qolishi. Ya'ni inson orzularining quliga aylanib qolganda ham qarzga kirib qoladi. Ya'ni emotsiyaga berilib. O'z orzularingizning quliga aylanib, emotsiyaga berilib qarzga kirib qolasiz. Misol uchun mana ayollarda ko'p bo'ladi. Siz ishxonangiz bor, misol uchun sizni bir ishxonangiz bor. O'sha ishxonangizga borasiz. Ishxonangizga borganingizda nima bo'ladi? Qanaqadir bir tanishingiz, yaqiningiz keladi-da, narsasini sotadi. O'zini produktini, o'zini bir mahsulotini sotadi. Nima deydi? Va dugonajon olaver yoki do'stim olaver. Pulni keyin berasan, oyliging tushganda berasan deydi. Siz emotsiyaga berilib, orzularingizni bir quli bo'lib, o'sha narsani, o'sha mahsulotni sotib olasiz. O'zingizga umuman kerak bo'lmasa ham siz sotib olasiz. Pulni keyin beraman-u deysiz. Vaholanki oyligingiz tushganda shunchaki o'sha insonlarga qarzingizni berasiz, qo'lingizga umuman pul qolmaydi. Shuning uchun emotsiyaga berilib, umuman qarzga kirib ketmang. Ya'ni o'zingizning orzularingizni quliga umuman aylanmang. Keyingi 3-xato, inson o'zi qiziqmagan ishni ishlasa ham qarzga kirib qoladi. Misol uchun, sizni farzandingiz qanaqadir bir quruvchi bo'lgisi kelyapti yoki bo'lmasam qanaqadir sportchi bo'lgisi kelyapti-da va siz
farzandingizga yo'q, sen doktor bo'lasan, sen ichki ishlarda ishlaysan, sen yurist bo'lasan, sen u bo'lasan deb farzandingizni majburlab o'qityapsiz. Ya'ni o'zi qiziqmagan yo'nalishda siz o'qityapsiz. Vaholanki o'sha farzandingiz ham kelajakda qiynaladi, qarzlarga kirib ketadi. Nimaga? Chunki o'zini ishini umuman sevmaydi. Va mana shuni hisobiga ham inson o'zi qiziqmagan ishda ishlasa ham qarzga kirib qoladi. Keyingi xato bu ichki qarzlar ko'payib ketishi. Misol uchun siz aytishingiz mumkin, ichki qarzlar ko'payib ketsa, qanaqasiga bir inson qarzga kirib qoladi deyishingiz mumkin. Do'stlar, ichki qarzlar ko'payib ketyaptimi? Bu tashqi qarzga olib keladi. Tushuntira oldimmi? Bu qanaqa bo'ladi? Misol uchun har kuni bir o'zingizga va'da beryapsiz. Ertaga diyeta qilaman, ertaga sportga boraman, ertaga namoz o'qiyman, ertadan bu ishni qilaman, ertadan yana qanaqadir ishni qilaman, ertadan yana nimadir o'qiyman. Xullas ertaga qilaman degan ishlaringiz juda ham ko'p, lekin hech qaysi birini umuman qilmayapsiz. Ya'ni o'zingizga va'da berib, o'sha va'dalaringizni umuman bajarmayapsiz, to'g'rimi? Aynan mana shu narsa ichki qarzlar deyiladi. Ya'ni ichki qarzlar ko'payib ketyaptimi? Bu tashqi qarzlarga olib keladi. Keyingi xato bu shukr qilmaslik. Ya'ni biz hayotda har doim nolib yashaymiz, to'g'rimi? Agar ana o'tmishingizga borsangiz, o'tmishingizni bora eslasangiz, o'tmishingizga bir qarasangiz, Xudo sizga hamma narsangizni berib qo'ygan. Ya'ni Xudo sizga hamma narsangizni berib qo'ygan. Qachonlardir hozirgi oyligingizni orzu qilgansiz, qachonlardir hozirgi hayotingizni orzu qilgansiz, qachonlardir farzandli bo'lishni orzu qilgansiz, yana qachonlardir qanaqadir mashina olishni orzu qilgansiz. Ana yaxshilab eslang, 3 yil, 4 yillik holatingizni, oldingi hayotingizni eslang. Esladingiz-a? Hamma narsa sizga berilib qo'ygan. Aslida hamma narsa bor. Lekin biz noshukrchilik qilamiz. Har doim noliymiz. Nimaga? Biz o'zimizda bor narsalarni emas, biz o'zimizda umuman yo'q narsalarni har doim qidiramiz. Kimlardir bilan taqqoslaymiz, kimlarnidir hayoti bilan taqqoslaymiz. Men bu yaxshi yashayapti, nimaga men yashamayapman? Va men buning markasi bor, nimaga menga oddiy mashina? Men bu go'shtli ovqat yeyapti, nimaga men kam go'shtli ovqat yeyapman? Va hokazo. Ya'ni boshqalar bilan taqqoslaymiz. Aynan shukr qilmaslik, haddan ortiq nolish ham insonni qarzga yetaklaydi. Do'stlar, o'zi qarzga kirib qolishingizga sabab bo'ladigan xatolar juda ham ko'p. Men eng asosiylarini sanab berdim sizga. Agar qarzga kirishni xohlamasangiz, mana shu xatolarni umuman qayta takrorlamaslikka harakat qiling. Mana bugungi hozirgi darsni ko'rganingizdan keyin o'zingizga so'z bering. Mana men aytaman, hayom, men o'zimga o'zim so'z beraman. Mana qara, mana shuncha xatolaringni deb sen qarzga kirib ketibsan. Mana shuncha qarzni, mana shu xatolaring uchun kirgan ekansan. Bo'ldi, hayom, o'zingga o'zing va'da ber. Mana men va'da beraman. Men va'da beraman, qaytib bu xatolarni umuman qilmayman. Tushundingiz-a? Ya'ni o'zingizga o'zingiz va'da bering. Qaytib mana shu xatolarni umuman qilmaslikka harakat qiling. Ana o'shanda qarzdan chiqishingiz ancha tezroq bo'ladi, yaxshiroq bo'ladi va mana shu xatolarni qilmasangiz, qaytib umuman qarzga kirmaysiz. Xo'p, bugungi darsimiz aynan mana shulardan iborat edi. Dars agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, qanaqadir insaytlar olgan bo'lsangiz, xatolaringizni tushungan bo'lsangiz, bundan juda ham xursandman. Salomat bo'linglar, charchamanglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha.